Avvalambor hammamizga ma'lumki, oxirgi mana 3 yilda davlatimiz rahbari aynan bitiruvchilar bandligi bo'yicha bir nechta hujjatlarni imzolab berdi. Prezident qarori, farmonlar berdi. Keyin bitiruvchilarni bandligini ta'minlashni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qancha imtiyozlar yaratib berildi. Bunga birgina misol qilib aytadigan bo'lsak, O'zmilliy bankning o'sha kelajak qadam dasturi. Kelajak qadam dasturi bu bir nechta qadamlardan iborat bo'lib, har bir qadamni moliyalashtirish mablag'lari bor. Ya'ni bu 10 milliondan o'sha 1 milliardgacha bo'lgan miqdorda. Bu nimani talab qiladi? Bitiruvchilardan tadbirkorlik ko'nikmalarini talab qiladi. Va har bir bitiruvchi o'zining sohasi yoki unga yaqin yondosh, turdosh deymiz sohalarda nafaqat soha bo'yicha, balki o'shani tadbirkorlik bo'yicha ham ko'nikmalarga ega bo'lishi va tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. The opportunity in Uzbekistan is incredible, it's immense, and I'm very sure the business and organizations will continue to grow in this country, and part of that growth will need to come from more talent into the business. And I'm very happy to share the learnings that we've had being here in Uzbekistan for over 3 decades, and I'm really looking forward to talking with other guests, learning from other guests, but also sharing the learnings that we've had. Bugungi tadbir juda ham dolzarb mavzuni ko'taradi, ya'ni bunga kadrlarni o'sha mehnat bozoridagi umumiy holat va kadrlarning transformatsiyasi haqida. O'zbekistonni 2030-yilga qadar elektron hukumat xizmatlarida top 30 talikka kiritish, IT eksportini 5 milliardga olib chiqish va 30-yilga qadar 300 mingta IT mutaxassisga ega bo'lish.